Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, salomatmisizlar? Bugun 24-oktyabr 2025-yil Andijon shahar Semashkada boshlagan ishlarimiz ko'rib turganlardek o'z nihoyasiga yetdi. Bu joyimiz 410 joyga tushgan. Bu yerga 1 metrlik mangal, 50 litrlik qozon, 22 litrlik qozon va komforkiga joy bo'ldi. Bu yerda 260 ga 90 santimetrlik ostrov bo'lgan, bir chekasiga 75 ga 46 santimetrlik mo'ykamizni joylaganmiz. Xo'p, mangalda ham, o'choqda ham yoqqanmiz. Bir qator tekshirib qo'yamiz. Yonboshga keling. Tortishlari doimgidek alhamdulillah o'ta go'zal holatda tortyapti. Shashlik pishirayotgan odamning kiyimiga, ko'zlariga tutun urmaydi. O'ta go'zal bo'ldi. O'chog'imizni ham sinab qo'yamiz. Doimgidek zo'r tortyapti. 22 litrli qozonimiz. Mo'risi qiziganligini hisobiga bu ham tortyapti. O'choqlarimiz ekonomishli, gazga, o'tinga moslangan, bo'ylari 83 ga to'xtatganmiz. 2 sm kafelli hisobini olganmiz. Ikkoviga bitta 200 lik mo'ri bo'ldi. Mangalimiz dapatolog g'ishtdan urildi. 300 lik turbani tunikadan qo'yib berganmiz. Xudo xolasa, kimga shunaqa ishlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, nomerlarimiz 990 91 90 nomerdamiz. 97 lik Telegramdan murojaat qilinglar. Inshaalloh joylariga mos ishlardan tashlab beramiz. Xo'p, Vodiy O'choq Instagram kanalini kuzatishda davom etinglar. Bundan qiziqroq, bundan yaxshiroq videolarni joylab boramiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, salomatmisizlar? Bugun 24-oktyabr 2025-yil Andijon shahar Semashkada boshlagan ishlarimiz ko'rib turganlardek o'z nihoyasiga yetdi. Bu joyimiz 410 joyga tushgan. Bu yerga 1 metrlik mangal, 50 litrlik qozon, 22 litrlik qozon va komforkiga joy bo'ldi. Bu yerda 260 ga 90 santimetrlik ostrov bo'lgan, bir chekasiga 75 ga 46 santimetrlik mo'ykamizni joylaganmiz. Xo'p, mangalda ham, o'choqda ham yoqqanmiz. Bir qator tekshirib qo'yamiz. Yonboshga keling. Tortishlari doimgidek alhamdulillah o'ta go'zal holatda tortyapti. Shashlik pishirayotgan odamning kiyimiga, ko'zlariga tutun urmaydi. O'ta go'zal bo'ldi. O'chog'imizni ham sinab qo'yamiz. Doimgidek zo'r tortyapti. 22 litrli qozonimiz. Mo'risi qiziganligini